Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz faxrli yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Altun Kech romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldin qismlarda biz Qosimning, Keremning, Hadiyaning hamma hayot qismatlarini o'qib, bugungi hayotigacha kep to'xtagan edik. Endi eng oxirgi qismini o'qiymiz. Hadiyaning aslimlari 7-qism. Doktorxonadan qaytib kelyotdim. O'g'lim meni ko'chalarni ko'rib olsin deb pikapini atay yiroq avat ko'chalarni haydab mangdi. Bu Urumchining men ko'rib baxmagan bir qismi edi. Yevropa uslubidagi hashamatli binolar, binolarning orasidagi yeshillik, yo'l bo'ylaridagi kichik bog'chilar, badan chiniqtirish uskunalari, muvofiq yerlarga o'rinlashtirilgan ko'rkam o'rindiqlar. Binolarning ko'p qismi qovoqxona, mehmonxonalarda qiladi. O'g'limning tunishtirishicha eng g'ayri siling'ini teatrxona ekan. Bu yerda doim chongchilar qo'yilib turdi ekan. Teatrxonaning oldidagi yop-yeshil chimliqda ranglik an'anaviy kiyimlarni kiygan bir to'p buvay-mo'may usul mashq qilyotdi. Ayollar qo'llaridagi yelpigichlarini tangla yelpiganda xuddi to'p-to'p gul shamolda yelpinayotgandek manzara hosil bo'ladi. Yo'l bo'yidagi o'rindiqlarda o'ltirgan, bolalarini yoki a'tvorlik kuchlarni yetlab ketayotgan kishilar shunchalik xiraman, baxtli ko'rinadi. Shaharning bu qismi men doim o'tadigan ko'chalar bilan osmon zamin farqlanadi. U yerlarda egiz-past ko'chalar, xaroba uylar, tirikchilik uchun chepib yurgan g'amkin, aldirash odamlar ko'p edi. Ular faqat choy to'ylardala pokiz kiyinib, g'amlarini unutib kulimsirab o'ltirishadi. Ayollarning kiyib olgan kiyimlari, bo'yin bilaklariga taqib olgan zibo zinnatlari ko'zni chaqnatdi. Ular xuddi to'ylar uchunla pul topadigandak, to'ylar uchunla yashaydigandek topgan targidini buzib chichib g'ajlashadi. O'zlarini rosa ko'rsatishadi. Bolalarining qanday tarbiyalanayotganligini, o'zlarining kelgusini xiyoliga keltirib qo'ymaydi. Jahonda nima ishlar bo'layotganligi bilan hisoblashmaydi. Ularning yanida atrofida mana shundaq zamonaviy hashamatlik dunyo barpo bo'layotdi. Ammo bu dunyo ular bilan qilchi munosabatsiz edi. Yillar ularni tashlab yiroqlab ketayotdi. O'g'lim ko'chalarni tunishtirib bo'lolmay herib qoldi bo'lg'ay, pikapin asta haydab bordi. Ko'z oldimdan bir-birlab o'tayotgan binolar xuddi tirikdek. Sukut ichida o'zlarining hissiyoti, mijoz xarakterini ifodalab turgandek bilinadi. Ba'zilari boyliqdan, to'qliqdan faqirab turgan haqqovur odamlarga yoki hashamatxo'r yasanchuq ayollarga o'xshashadi. Kuchlik, kaskin, tuz odamlarga o'xshaydiganlarmi, nafis, sipta, nazokat ichida boyligi va o'zgachiligini namoyon qilayotganlarmi, surlik, g'alita niqob ichida o'rin olganlarmi, ziyoda och ko'zlik, havas, zo'rliq aralashgan g'ayri normal ruhiy holatini qilcha aymanmay ko'z-ko'z qilayotganlarimi bor edi. Ammo men kichigimdan ko'rib cho'ng bo'lgan peshayvon, eshik derizlari odamlarga quchoq ichib turgandek ko'rinadigan oftoblik, uzum barangliq, mehri issiq uylarga silishtirganda bu katta imoratlarda muhim bir narsa kom edi. Men u narsaning nimaligini tilim bilan izhor qilishga ojiz edim. O'g'lim pikapni ikki tarafida egiz tomlar qad ko'targan daraxtli salqin tor ko'chaga qayridi. Ikki cho'ng ko'chani tutashtirib turgan koridorga o'xshaydigan bu orqa ko'chada odamlarmi, mashinalarmi shalong edi. Salqin havo kishini hozirlantiradi. Tuyuqsiz yo'lning o'ng tarafida ketayotgan musulmon padisida ro'mol artgan cho'ng yoshli bir ayol bilan uning orqasidan ketayotgan o'tira bo'y yo'g'onbosh o'g'li diqqatimni tortdi. Yurish turish, kiyinishidan ular tungallarda qiladi. O'g'ilning qo'lida yo'g'on bir so'mka bor edi. Qandaqdir bir umid bilan ularga qarab ketdim. O'zimcha ularni Oysha hada bilan uning kichik o'g'li deb faraz qildim. O'g'limga mashina suratini aslatishni aytdim. Men yuragimda bilgan holda ularga sinchilab qarayotganimda ularmi tangla burilib menga qaradi. Afsus. Men Oysha hadini va bolalarni shunchalik seg'inish bilan eslayman.
Ayni yillarda Ayşe hada mening turmushimda muhim rol o'ynagan. Oradan xeyli yillar o'tib, men turmushda yana bir qitim davolg'ishga duch kelganda, u yana bir qitim xuddi taqdirdek ko'z oldimda paydo bo'lib, meni xatolikdan saqlab qolgan. Men o'g'limga Ayşe hada to'g'riliq qisqacha so'zlab berdim. Ammo texmo ko'p so'zim yuragimda davolg'ib turadi. Yo'lda uchratgan ashu ikki notunish ana bola ko'nglimda ko'milib qolgan eslimalarimni qo'zg'atib etgan edi. Uçaqda mən vilayətdə içilgan oxutuş tədqiqat toğırsidagi bir yığınğa qatnışıyotdim. Yığın arqa koçlarının biridiki yenidən silingan mehmonxonada içilyotdi. O sapa ma'arifi ufqumi yenidən paydo bo'layotgan yillar bo'lib, ma'arif islohotiga oid yangiliklar nihoyat ko'p edi. Ma'arif sepidagi bir turkum o't yurak o'qituvchi bilan ma'arif sohasidagi rahbarlar yangiliklardan yangi bir umidni ko'rgandek bo'lib, bu haqda qizg'in talash tartish qilib izlanayotdi. Shu qitimqi yig'inmu ana shunda qizg'inlik ishda ichilgan edi. Men yig'inda fikr bayon qilib bo'lishimga bir necha yosh o'qituvchi ba'zi qarashlarimni vaqt o'tgan kona narsalar deb munozirlashib ketdi. Menmu kona narsaning hammasi xato bo'lmaydi. Uningda insoniyatning nurg'un qimmatli tajribasi jo'g'langan bo'ladi. Yaxshini chuqum joriy qildirishimiz, rivojlantirishimiz lozim deb o'z maydonimda ching turdim. Meni qo'lg'uvchilarmi chiqdi. Ikki taraf bo'lib talishib birlikka kelolmay kunni kech qildik. Kechlik tamoqdan keyin tamoqimni singdirgach, kallamdagi turlik o'y fikrni tartibga solmoqchi bo'lib, piyodalar yo'lida asta ketayotdim. Bir yerlarga kelganda yo'l bo'yida hardoq ilib o'tirgan bir ayolga ko'zim tushdi. Uning yinida yo'g'on bir so'mka bor edi. Uningga shundoqla bir qarab o'tib ketib, ushtumtut uni tunigandek qildim. İşte keynimga burilib uningga qarasam, umu o'rnidan turib hayajon bilan menga qarab turibdi. "Ayşe hada, bu sizmi? Osmondan tushdingizmi bu yerga?" deb uning oldiga yugurib bordim. Umu: "Voy, sizni rostdan hadiya ishkansiz-ku. Shumi emasmi deb ismingizni chaqira olmay turgan edim. Men sizni kunda o'ylayman. Bir ko'rsam bo'ladi deyman. Lekin laligingizni bilmagandan sizni yo'qlab bora olmadim. Sizni xuddi o'z singlimdek ko'ratdim. Mesut muallim va bolalaringiz-chu, ularni yaxshi turayotgandi" deb yig'lab ketdi. "Hada, siz hozir nerda turyapsiz? Bu yerga yetkilib kelib oldinglarmi yoki?" "Men kelgili 5-6 yil bo'lib qoldi. Akangiz ash maktabda ishlab pensiya chiqqandan keyin qaytib kelgan. Biz hozir Boyanday bozorining ichida ota-onamdan qolgan qo'rib turyapmiz. Bugun bozorga kelgan edim. Bu yerda xuddi sizni saqlayotgandek o'ltirganimni ko'ring" deb yana ko'z ishini surtishga boshladi. Men uni o'zim turayotgan mehmonxona yotiqiga boshlab opardim. Men bilan birga turgan o'qituvchi shaharlik bo'lganligi uchun oqshimi uyga qaytib ketdi. Ikkimiz kechicha obdan mo'ngdishib olaydik. Uningdek ishonchlik do'stni nadimi topaman? Xuddi men ko'nglimdagi gaplarimni aytadigan birarsiga muhtoj bo'lib yurgandek, uningmi dardlari ichiga patmay qolganligi bilinib turadi. Kechda men uni shu atrofdagi kichik ammo bekmo pokiz bir oshxonada mehmon qildim. Tomoq saqlab o'ltirganimizda Ayşe hada oldidagi choydan bir o'tlab, oppoq china chaynakning tutqichini silab o'ltirib parana boshlayotdi. Ayşe hadalarning ota-bovisi shaharga yaqin Boyanday bozorida ushshaq yemek-ichmek tijorati bilan shug'ullanadigan xeyli holliq kishilar bo'lib, ota-onasidan uningga bir necha eg'iz uylik keng qo'ro'joy qolgan ekan. U ota-onasining chirig'ini o'chirib qo'ymaslik uchun bolalari bilan bu yerga kelib makollashibdi. Tuqqanlari bilan bo'lgan turlik ziddiyatni o'ngishli hal qilib, uylarni yasab tuzashtiribdi. Urumchida o'qib maktab bitkizgan cho'ng o'g'ilni G'ulja shahriga o'rinlashtirib o'ylabdi. Oxiri Yunus muallim qaytib kelib, hamma ish o'z iziga tushganda baxtsizlik yuz beribdi. Yunus muallim qon besimi kesili sababidan to'yiqsiz o'lib ketib, uni va bolalarini armonda qo'yibdi. U hozir o'zining janubdan yo'tkilib kelganiga qattiq pushaymon ekan. Uning aytishicha, hamma ish uning erini janubda yolg'iz tashlab qo'yib, holidan xabar ololmaganligidan yuz beribdi. Bu yerda uning tuqqanlaridan boshqa tonish bilishi, yaqinlari yo'q ekan. Doim ilgirki qulum qo'shna tonish bilishlarini seg'indi ekan. Chunki ayol ikkisining umri asosan janubda o'tgan ekan. Hatto bolalarimi bu yerda do'stlari bo'lmaganligi uchun g'eribsin degan. "Endi yaxshi bo'ldi, sizni tepib oldim.
Әмді sizni to'la yo'qlab zeriktir etmaydigan bo'lsam, deb so'zini tugatdi u. Men Ayşe Hadining ko'nglini tushundim. Bu xil tuyg'u mendan bo'lgan. Ayni yillari menmu nima kun ko'rsam bolalarimning dadasi bilan ko'rsam bo'lmasmidi deb qattiq hasrat chekkan. Men uchun notunish bu shaharga kelganligimga pushaymon qilgan. Ammo men bolalarimni beqish uchun, och qolmaslik uchun jinimni tikib ishlab, qalaymaqan xiyollardan qutulgan. Mening so'zlarimdan uning ko'ngli sal taskin topganda qildi. Ammo chiroyini o'rab turgan qayg'u hasrat tomallari yo'qolmadi. Yana nimalarnidir demoqchi bo'lib ikkilangandek jim bo'lib qoldi. Kechda uxlash oldida men gaplarimni boshladim. Men bu gaplarni kimdir biriga aytib, ichimni bo'shatib olishga, to'g'ri maslahatga muhtoj edim. Shundaq bir paytda Ayşe Hadining uchrab qilishi haqiqatan bir taqdir edi. Ayşe Hada, siz mendan Mas'udni bolalarimni hech qatim so'radingiz. Men faqat hammasi yaxshi turdi deb javob berdim. Amaliyotda bizning hammamizning ahvoli degdek yaxshi emas. Bizning oilamiz o'rilib ketadiganligi ko'zga ko'rinib turgan bir tim yo'q uyga o'xshab qoldi. Uyimizda bo'ron uchib turdi. Ichib etsam Mas'ud o'zgarib ketdi. Men bu gaplarni birarsiz ayta olmadim. Do'stim deb yurgan bilan sizga kuyinib maslahat berganlarning tayini yo'q. Aksicha baxtsizligingiz uchun tomosha ko'radigan, chavoq chaldiganlar chiqib turdi ekan. Mushundaq chaqda sizni menga Xudoyim o'zi yetkizdi. Ayşe Hada, siz ko'pni ko'rgan aqlli ayol. Siz menimi, Mas'udni tushunasiz. Bizning to'y qilib qilishimizga siz sababchi bo'lgan desakmi bo'ladi. Biroq siz shu chaqlarda Mas'udning bir kunlarda boshqa bir ayolni deb xotin bolalarini tashlab uydan chiqib ketadiganligini xiyolingizga keltirganmi? Uning shunchalik ishonchsiz odamligini faqatla sezmaganmi? deb so'radim. Ayşe Hada xuddi mening shundaq deyishim kutib turgandek, hammani bildigandek qilcha ajablanmadi. Aksicha o'tgan kunlarning aslimasiga g'arq bo'lgandek o'ylanib turib ketib kulimsirdi. Mas'ud yaxshi yigit, men yilimi shundaq qarayman. U undaq ishni qilmaydi. Qilgan taqdirdimi hamon qaytib keladi. Gap sizda. Uni qaytirib kelishni bilish bilmasligingizda. Agar yuragingizda uningga nisbatan tortishish bo'lsa, har qanday qilib qaytirib kela olasiz. Siz kim? Siz degan hadiya emasmi? Odam degan o'zgardigan hada. O'zimizning yinimizga yaqin kishilarimizning qanday o'zgarayotganligini tuymay qoldik-miz. Ammo bu o'zgarish bir kunlarda cho'nqur bir hongni paydo qildi ekan. Uni to'ldirish bektas ekan. Siz uni hongning nersiga tashlab qo'ymang. Erkaklar tinish bir qilibda o'tadigan turmushdan osonla zerikib qoladi. Hozircha u o'zining nimaga muhtojligini bilmasligi mumkin. Ammo fursat kelganda siz chandurmay uningga bir ko'rik silib bering. U shuningga muhtoj. Fursat o'tib ketsa, ishinglar uchunmi, bolalaringlar uchunmi yaxshi emas. Balkim men uningga yetarli ko'ngil bilolmagandiman. U tashna bo'layotgan muhabbatni berolmagandiman. Men ko'p qism vaqtimni maktabga, o'quvchilarimga bag'ishladim. Bolalarim bilanmi tuzuklik billa bo'la olmadim. Elimi bolalarim insofli ekan. Ammo 50 yoshni oshganda Mas'ud men cho'nqur o'yga petib, yaqinqi yillardan buyanqi kechirmishlarimni eslashga boshladim. Ayşe Hada asldilla qisiq ko'zlarini texmo purishtirib, so'zlaganlarimni diqqat bilan angladi. Ashu yillari Mas'ud ikkimiz maktabning chuvalcha holatini o'zgartirish uchun bir-birimizga boqmay ishlab yuratdik. Mas'ud necha kunlab, haftalab yig'indan kelolmaydi. Kon rahbarlarining ochgan yig'inimi, ma'rif sohasining ochgan yig'inlarig'imi qatnashmasi bo'lmaydi. Muavin mudir ko'p bolaliq ham yana yangish oldida turgan bir ayol edi. Ilmiy mudir qiziqqan, osonla boshqalar bilan taqqalashib, so'qishib yuradigan yosh bola bo'lganlikdan o'z yolg'iz bir ishlarni qilib ketmagi ta'sirak edi. Shunga Mas'ud kasbiy ishlarda ko'proq menga tayinlatdi. Men ijtimoiy fan o'qitishga yetakchilik qilish bilan bir vaqtda maktab o'qitish xizmatining butkul halqalariga degandek ardishatdim. Maktabda biror masala ko'rilsa, hatto o'quvchilarning ota-onalari kelib jidal chiqarsimi, meni izlaydi. Men yeyotgan tamoqimni qo'yib shu ishlar bilan bo'lib ketatdim. Uyga qaytib oshxonada ko'ktat adolab etibmi, kechasi yotganda yetibmi, maktabning ishlarini o'ylaydim. Maktabda ba'zida Mas'udning ishxonasiga kirsam, uning yosh chiroyli ayol o'qituvchilar bilan nihoyat qizg'in paranglashib, chaqchaqlashib o'tirganini ko'rib, ko'nglim bir qisma bo'lib qoladi. Lekin maktabdagi ayollar ko'proq bo'lgan,
ayollar aralash ishlaydigan o'rinlarda bundaq ahvollar normal ish edi. Odam degan yog'och emas. Xizmatdoshlarining o'tirsida bunchalik paranglashish, kulgi chaqchaqlashlar bo'lmasa, hayot bek zerikishlik bo'lib ketmamdi. Uningdan boshqa, men Mas'udning yosh ayol o'qituvchilari bilan ko'ngil ichishga aldiraydiganlardan emasligiga ishnatdim. Biroq chatoq o'ylamagan yerdan chiqdi. Biz bu maktabga kelib uzoq o'tmay, bizga o'xshash madaniyat zo'r inqilobida ko'rmagini qolmagan bir jup ayol o'qituvchi yo'tkilib keldi. Ularning 4 bolasi bo'lib, cho'ng etiqi 2-sinfda o'qiydi. Muallimning ismi G'ini, ayolning Halima edi. Bir mezgillik tushunishdan keyin ikkilisining o'qituvchilikni qizg'in suydigan, qobil, tajribali o'qituvchilar ekanligini ko'rib, Mas'ud ikkimiz bek xushal bo'lib ketgan edik. Afsuski, G'ini muallim bu maktabda bira 2 yil ishlamayla o'pka rakiga giraftar bo'lganligi aniqlandi. Bu jarayonda Halimaning erining umrini bir kun bo'lsa uzartish uchun qilgan tirishchanliklarini hammamiz ko'rib turdik. Halima erining kesilining xarakterini uningdan yo'shiratdi. Eri ko'nglida hammani sezib tursa-mu, Halimani xotirjam qilish uchun bilmaslikka silib, o'zini xo'shal-xo'ram ko'rsatdi. Og'riq dastidan butkul badini tarbisib ketsa-mu, tishini tishlab, ayoli va bolalarini beorom qilmaslikka tirishatdi. Erining kesili og'irlashgan kunlarda Halima mu bir tera, bir so'ngak bo'lib, ruhiy va jismoniy jihatlardan og'ir azoblarni tortdi. Ammo u o'zini yo'qotib qo'ymadi. Son-sanoqsiz, ushoq, ammo ta'sirlik ishi, jon pidoligi orqali hammamizga ayollik mehri muhabbatning, onalikning qandoq bo'lganligini o'ntunsiz o'rgatdi. G'ini o'lib ketganda doktorlar Halimaning tirishchanligi bo'lmagan bo'lsa, eri 2 yil emas, 2 oymi umr ko'rolmagan bo'ladi deyishgan edi. Boshqalarning anglashimizcha G'ini bilan Halima bir-birini nihoyat yaxshi ko'rgan oshiq mashhuqlar bo'lib, G'inining ota-ona urug' tuqqanlari 1962-yili Sovetga chiqib ketgan. G'ini Halimani debla o'zi yolg'iz qolib qolgan ekan. Madaniyat zo'r inqilobida G'ini chet elga bog'langan unsur deb tartib chiqarilib, nihoyat ko'p jafo tortibdi. Isyanchilar uni chet el bilan bo'lgan aloqang topshir, sen vatan xoinlarining bu yerda qoldirgan ishpiyoni deb qistab iqror qildirmoqchi bo'libdi. Urib putqullarni chiqib etibdi. Halima shahardagi cho'ng o'tgan bir oilaning yolg'iz qizi ekan. Uning beshidimi sinipi yot unsur, burjuaziyaning erkinoyna xinimi, Sovet ishpiyonining oshnisi degandek qalpoqlar uchib yuridi ekan. Ammo Halima isyanchilarning besimiga, urug' tuqqanlarning qarshiligiga qaramay, intayin qiyin ahvolda qolgan G'ini bilan to'y qilib, uning holidan xabar olibdi. Yorlarini davolab saqaytibdi. Ular bir-biriga hamdam bo'lib, jafo mushaqqatni, muhabbatning kuchi bilan yengib, oxiri yaxshi kunlarga ulashibdi. Xotin ikkisi tasda kelgan yaxshi kunlarni qadrlab, azobliq asmlarni orqaga tashlab, yangi bir hayotga talpinayotgan kunlarda ajal ularning hayot beg'ini yana bir qitim xazon qilibdi. Ularning sarguzashtlari xuddi bir hikoyaga o'xshaydi. Anglagan odamni ta'sirlantirmay qolmaydi. 2 yil davomida Mas'ud ikkimiz Halima bilan bolalariga qo'limizdan kelishicha yordam qildik. Boshqa o'qituvchilarni mu ularga qarashishga untidik. Ammo Halima boshqalarni avora qilishni xohlamadi. Erining o'limidan keyin mu ortiqcha yig'lab qaqshab yurmadi. 7 nazirin berib bo'libla ishga tushib oldi. Mas'ud ikkimiz uni yo'qlab kirib, bir mezgil aram elib salomatligini asiga keltirib olishni aytsak, uyda o'ltirsam G'ini ko'zimga ko'rinib, birdammi aram topolmaydi ekanman. Aksicha maktabda bo'lsam, o'quvchilarning orasida g'amlarini unutib ruhlanib qoldi ekanman, degan edi. U ilgirgideklar xizmatga kirishib ketdi. Qo'shnilarining deyishicha, u kechicha uyning chirig'ini o'chirmay, uxlamay degidek u yandan bu yonga mingib yuridi ekan. Kunduzlari yolg'iz qolgan chog'larida ishni taqo'ylab bo'qildab yig'laydi ekan, yoki yiroqdagi do'ngliklarning orqasida soatlab yolg'iz o'ltirdi ekan. Ammo bolalarning oldida hech ish yuz bermagandek kulib yuridi ekan. Odam deganning jini tumir emas. Uningga biror ish bo'lib qolsa, bolalar qanday qiladi? Mas'ud doim shundoq deb ularning g'amini yetdi. Mammu patpat Halimani izlab berib, uning bilan paranglashib, mungdishib turatdim. Va bu jarayonda uningga omroq bo'lib qolgan edim. U haqiqatan ko'nglida qilcha kir yo'q, kishining ko'nglini ayaydigan, ko'proq boshqalarning g'amini yeydigan, gap so'zlari bilan odamda ishonch va yaqinlik tuyg'usi qo'zg'ay oladigan, chiroyi ko'ngliga o'xshashla yaqimliq bir ayol edi. Uy tutish, kiyinishlari oddiy, pokiz, o'z xarakteriga o'xshash o'zgacha edi.
U әтidin kechgacha xajlaganning, kiyganning, yegan ishganning gapini qildigan ayollarga haqiqatan o'xshamaydi. Biroq men uning gaplaridan Mas'udningmi uni pat-pat yo'qlab turganligini bildim. U gapdan sal gangirab qolgan bo'lsam-mu, to'g'ri tushundim. Mas'ud uningga hesdashlik qiladi. Uning bolalarini g'amini yeydi. U degan maktabdagi o'qituvchilarga ko'ngil bilish kerak. Halimaning uyi bizning o'tish yo'limizda bo'lgandan keyin to'g'ri kelganda kirib yo'qlab turishi normal ahvol-ku, deb qaradim. Uningga hamma odamning ichi og'riydi. Bichora chuchuridek 4 balo bilan yolg'iz qoldi. Osonmi? Bundaq kunlar meningmi beshimdan o'tgan emasmi? Qachonlardadir ayol o'qituvchilarning og'zida kusur-kusur gap ko'payib qoldi. Ba'zida men ustiga kirib qolsam, ularning jimib qilishidan bu gapning bir uchi menga munosabat ekanligini sezgandek bo'lsam-mu, parvo qilmadim. Keyin yoshda cho'ngroq ayol o'qituvchilar dartimlab ba'zi gaplarni qildigan bo'lib oldi. Men bilan yaqin o'tilgan biri menga ba'zi ishlarning chekidan eshib ketayotganligini, Mas'udning doim Halimaning uyiga kirib chiqadiganligini, maktabdagi vaqtlaridami Halimaning atrofidan cho'rgilab ketmaydiganligini oshkor etdi. Men yanala Halimaning undaq ishlarni qildiganligiga ishonmadim. Ammo Mas'udning kundan kunga jimg'ur, xiyolchan bo'lib ketayotganligi, menga va bolalarga qarab tursimu, ko'ngli boshqa yerda ekanligi, uyda o'tirg'isi kelmay, doim Halimalarning binosi ko'rinib turadigan 4 ko'cha eg'izga chiqib oldiganligi meni ishonishga majbur qildi. Uning holiga, qiliqlariga qarab achchig'im keladi, ham ajablandim. Bichora 50 yoshni oshgan chog'larida yosh yigitlardek oshiqlikni boshdan kechirayotdi. U xuddi ayni yillarda boshqalarning nima deyish bilan hisoblashmay meni yaxshi ko'rgandek, bugunmi atrofdagilarning masxara ayiblashlariga parvo qilmay 4 balo bilan to'l qolgan bir ayolni savdoylarcha qo'g'lishib yuradi. Agar Halima ozroqla shappa bersa, u hech nimaga qaramay uning orqasidan ketgan bo'ladi. Biz ayollar haqiqiy muhabbat birla qitim bo'ladi deb go'daklarcha ishnib yuriydi ekanmiz. Amaliyotda undaq bo'lmaydi ekan. Muhabbat ko'nraydi ekan. Yillarning o'tishiga agishib, asli rang puruqini yo'qotadi ekan. Odam degan narsa, bo'libmi erlar har qancha yangi, kuchli muhabbatga tashna bo'ladi ekan. Uningga erishish yo'ldagi mastonligi yosh chog'laridagidek kuchli, asabiy bo'ladi ekan. Men uning oqshomlari 4 ko'chadagi haroq tamaka do'konining oldida o'ltirib, Halimaning derizasiga ko'z uzmay qarab ketishlarini ko'rganimda, rashik va alamdan o'rtinib ketdim. So'zlab shu yerlarga kelganimda Oyshamada so'zim bilibdi. Halimachu, ikkinlarning munosabati qandoq bo'ldi? Nima desam bular? Halima ilgirkideklar yuriyverdi. Ikkimiz ilgirkideklar salomlashib, hol ahvol so'rashimiz. Men ayibkorlik yoki ojizlik izlab ko'zlarining ichiga tikiliman. Ammo izlagan narsani topolmayman. Ba'zida u menga deyilmayotgan qandaqdir bir gapi borda qaraydi-yu, og'zini ochmaydi. Men hech qanday poksiz nima deyman? Uni ustiga hozir Mas'udni uyga kirishdan to'sqanligini bilaman. Men ko'p o'ylanish orqali Mas'udqimi bu haqda eg'iz ochmaslik qaroriga keldim. İnsanın ko'nglidan erkin narsa bormi? Har qanday odam ba'zida ko'nglining kayniga kirib, xam xiyollarga berilishdan xoli bo'la olmaydi. Amalga eshish fursati bo'lmasa, vaqtning o'tishiga agishib, bunda xam xiyollar bora-bora yo'qolib ketadi. Ishning mushundoq o'zigidan hal bo'lib ketgan yaxshi emasmi? Men uning ko'nglini kontrol qilaman. O'zimga qartaman degancha u mendan shuncha bizar bo'lmamdi, deb o'yladim. Ammo chandurmay, maktabning ishlarini so'zlashishni bahona qilib, uning bilan paranglashadigan, o'tganki vaqtlarning ipini qilishadigan bo'ldim. Uning bolalar bilan ko'proq birga bo'lishiga sharoit yaratdim. Har oylik maosh olganda oldi bilan uning kam narsalarini yoki u amroq narsani olatdim. U yaxshi ko'rgan tomoqlarni ko'proq etishga, kiyimlarini dazmolsiz qoldirmaslikka tirishatdim. Ammo men uning oldiga kirsam, u bizor bo'lgandek meni bozor aylanib kelishga da'vat qiladi. Yoki birdam yolg'iz o'tirib olay deyman, deb o'jirni qo'g'laydi. Men yasalmalikni qalmashtira olmaydim. U mening yasalmalik qilayotganligimni bilib, mendan texmo royi yeniyotgandek qiladi. Menmi chidab tura olmadim. Oxiri bir kuni puruqdak portlab uni ayibladim. Atrofdagi gap so'zlarni, o'zining otliq va erlik majburiyatini ado qilmayotganligini eskartdim. U menga ish og'ritayotganda qarab turib o'zining Halimani yaxshi ko'rdiganligi, har qancha qilibmi bu hissiyotdan qutula olmayotganligini e'tirof qildi. Faqat Mas'udlar shunday qila oladi.
Uning e'tirof qilishi amalsizligi, muhabbat uchun hammadan voz kechilaydiganligidan derak beratdi. Men o'zimni bosolmay qoldim. Bir mezgil uning bilan ha desa janjallashadigan bo'lib ketdim. Chunki men uni yaxshi ko'ratdim. Bulubmu ayrılıb qaldığanlığımni bilginimdə, onun mən üçün və ballarım üçün nə qədər muhimliqini haqiqi düşəngə idim. O hazır işxanasında yetib qupub, məktəb işxanasında tamaq yeb yürüydü. Birər nəsə lazım bolsa öyge kirməy ballarga əkeldirdi. İşkimiz gepləşməyimiz. Umu özünün işi bilən, mənmu öz işim bilən. Oqutquşlar arasında işkimizni ajrışıb ketibdi degan gaplar tarqılıbdı. Ayal oqutquşlarning tolisi Halimaga ta'tir qarışıb yurishidi. Ammo o'ylab baqsam, uningda gunoh yo'q edi. Odam degan shundoq narsa ekan. Biz kichigimizdan anglab ishinib kelgan mangulik muhabbat degan bir afsona ekan. Men Mas'udga yolvorib uyga qaytarib kelishni xolamayman. O'zi uyda bo'lsa-mu, ko'ngli talada yurgan odam bilan qandoqmi bil yashig'il bo'lsin. Men uning bilan ajrashib, bolalarimni o'zim biqish qaroriga keldim. Bolalarim cho'ng bo'lib, menga yordamlashgudek bo'ldi. Menga shular bo'lsa kifoya. Sözümni tugutib, uf deb jim bo'ldim. Bir parcha o'tdek ichimni yondirib beoram qilib kelgan bu gaplar chiqib ketish bilanla menga munosabatsiz boshqa birsining ishlaridek uncha muhim bilinmay qoldi. Ko'nglimni orom tepib yengillab qolgandek bo'ldim. Yostiqqa yulinib yonpashlanib yotgan Oysha hadam o'rab turib o'ltirdi. Birdam o'ylangandan keyin "Boya qilgan gapingiz nihoyat to'g'ri. Bu dunyoda hamma nima ko'nraydi. Ko'nirmaydigan narsa yo'q. Bunaq ishlarni kim ko'rmagan? Faqat to'la odam ispusni chiqarmay, dardini ichiga bilib yurishidi. Chunki bu rahimsiz dunyoda oila, bola-chaqalar hammadan muhim. Uningdan boshqa 100 obro'y masalasimi bor. Men cho'nglardan. Erlar hayotida bir ikki qitim yo'ldan chiqmay qolmaydi. Yosh vaqtlarda yo'ldan chiqmay o'tganlarmi qirg'anda ezib, ondan iziga tushidi deb anglagan. Atrofimga qarab baqsam, ishlar haqiqatan shundoq ekan. Ko'ngil degan kimda yo'q. Faqat biz ayollarla har qancha eski bo'lsaqmi, oila, bola-chaqadan kecholmaydi ekanmiz. Pitning ochiqda chaponni o'tqa solg'il bo'lmaydi ekan. Siz Mas'udni o ayolga tashlab bersangiz, bolalaringiz dadisiz qolmamdi. Bolalarga o'z dadisi bo'lmasa bo'lmaydi. Dadig'imi qirg'anda o'z bolalari asqatidi. Ajrashish degan bir vayronchilik. İşkinglarmı, ballarmı tang vayron bo'lsizlar. Siz ahmoq bo'lmang. Eringiz bilan hargiz ajrashmang. İlgirki vaqtlarda u sizni bek yaxshi ko'ratdi. Tartib chiqarilgan vaqtlaringizda u sizga bek kuyingan. Siz ballar bilan u yoqda turayotgan yillarni shunchalik pokiz o'tkazgan. Mas'udqu xeyli yosh. Har qanday ayolni o'ziga qaratquchiligi bor odam. Men mu sizdan bir savol so'rab boqay. Sizningcha Yunus akangiz qanday odam edi? Şu hamon ko'z oldimga egiz bo'y, gavdalik, yuqori gradusliq ko'zoynak orqasidagi yo'g'on ko'zlaridan sabiylik chiqib turadigan, har qanday so'rinda ortiq gap qilmaydigan, qachon qarasa bozordan ko'ktat to'shib, ko'ktat adalab, hatto oldiga partuq tortib tomoqma etadigan, do'mbisidan balo tushirmaydigan Yunus muallim keldi. U albatta nihoyat yavash, oilasiga, bolalariga kuyinadigan odam edi, dedim. Oysha hadam kulib ketdi. Külküsünün ahiri yığıqqa o'zgardi. U ko'z yoshlarini so'tib turib, "Shu Yunus muallim, mening ya issiqi, ya sovuqi yo'q yavash erim. Pensiya chiqqandan keyin uni buni bahona qilib bu yoqqa kelgil unmay turib oldi. Zo'rlab chaqirtib kelsam-mu, bir ikki oy turmayla yana bir ishim chalib qolgan deb ketib qoladi. Bir ketib olsa xat xabar yo'q, jimjit bo'lib ketadi. Oxiri cho'ng o'g'lim ikkimiz uni qaytirib akilishga bordik. U maktabda turmaydi ekan. O'g'lim ikkimiz uning orqasiga tushib, uning doim Kona bozor tarafdagi bir uyga borganligini bilib oldik. Surishtirsak, u erim ijaraga olgan uy ekan. Uyda o yerda 18 yoshlardagi bir qiz bola turdi ekan. U erimning nikoh qildirib olgan xotini ekan." Bu ishlarni anglab dastlabda hech ishongim kelmadi. Ammo ishonmay qanday qilay? Yunusning "Voy Oysha, voy o'g'lim, keldinglarmi? Holinglar qandoq?" deyishning o'rniga bozorga chiqib kiray debla yo'q bo'lib ketishi, 2 kungacha o'zini ko'rsatmay, "Nega bording?" desang, duduqlab turishlari, ha desa bahona izlab yana sirtqa o'zini etishlari, bu gaplarning rostligini isbotlab turmamdi. Oxiri Yunus yo'q bo'lib ketgan bir oqshimi shu yerdagi yaqinlarimdan ishkini boshlab erimning uyiga bostirib bordim.
Biz uyning eshigini chiqib kirganda, erim karvatdan qopishqimi ulgurolmay qoldi. Yenida yotgan qiz bola qo'rqqandan beshini yotqan purkaplab oldi. Erimdan: "Bu kim?" deb so'rsam u: "Nikohlab olgan xotinim" dedi. "Men bilan bolalaring turamsan yoki buningmi?" desam u: "Mush xotinimga turman" dedi. "Undaq bo'lsa tayyorlik qilib qo'y. Nikoh qildirib olganligingni hukumat e'tirof qilmaydi. Seni qo'sh nikohlangan, fohishvozlik qilgan deb, avu bir nimangni boshqalarning uyini buzgan deb ikkingning ustidan arz qilaman" deb qo'yib, guvohchilarni boshlab qaytib keldim. Uyga kelib o'tirsam, erim kaynimdan kepti. "Obdan xotin, uyimizni tutsak, uning qursug'ida 2 oylik bolasi bor. Shuni bir taraf qilishib bersang" deydi. Әтісла өйні yig'ishtirib, erim bilan u cho'kkani boshlab G'uljaga qaytib keldim. Yo'l bo'yi erimning cho'pcho'ng o'g'limdimi aymanmay, cho'kkanning ko'zlariga talmirib ketishlari. Uni yemsan, buni yemsan, hordingmi deb kuyib pishishlardan goh g'azablansam, goh nomus qildim. Ammo inchikilab sep solsam, qizning uningga toza mayli yo'qdek. Faqat jon beqish uchunla uningga xotin bo'lganda qiladi. Yunus shunchalik ishni bilmay qolarmi? Erkish degan ba'zida shunchalik pastlashib ketadi ekan. G'uljaga kelibla tunishlarning yordamida qursaqdagi bolani oldirib etdim. 40 kun toza obdan biqib, 41-kuni qo'liga 5000 yuan naq pul, kiyim-kechaklarni tutqizib yo'lga silib qo'ydim. Uyga qaytib kelsam, Yunus pilikdek bo'lib ketibdi. Tomoq bersam yeydi, ishqa buyursam gap qilmay mangdi. Bekor vaqtlarda darizaga qartib qo'yilgan kona yo'linchiklik o'rindiqda gap so'z qilmay soatlab o'ltirdi. "Hey Yunus, yana ash xotini o'ylayaptamsan? Qizingdek odam sana asqitamti?" desammi yoki "Nimishqa mundaq o'ltirsan? Mang amisa, orqasini berib shuning bilan o't" desammi met qilmay o'ltirgan. U birar yilgacha shundoq o'ltirdi. Bir kuni ho'yildagi yozliq oshxonada tomoq etayotdim. Uyda bir narsa o'rilib ketgandek qildi. Yugurib kirsam, Yunus o'rindiqning oldida dum yotidi. Qo'rqib ketib, qo'shnilarning yordamida doktor chaqirtdim, ammo doktor uni qutqiza olmadi. U bizni mana shundoq tashlab ketdi. O'tgan hafta yil nazirsini berdim, lekin ko'nglim bir kun tinchig'ini yo'q. Biz 30 yilni shuncha inoq, baxtli o'tkazgan edik-ku. U nima uchun oxirida bundoq o'zgarib ketdi? Mening qilganim to'g'rimi? Uni o'limiga men sababchi bo'ldimmi? deb tinmay o'ylanaman. Ba'zida uni shu yerga tashlab qaytib kelgan bo'lsam, bir kunlarda o'z roziligi bilan qaytib kelibmi qolar edi deb bir xil gunohkorlik tuyg'usida puchulanaman. Ammo menda nima amal? Menmu bir ojiz ayol, bir ona. Menmu oilamni, bolalarimni qo'g'dishim kerak. Qush jinida uhusini qo'g'daydi emasmi? Ayşe hada xelgicha unsiz yig'lab, ko'z yoshlarini surtib o'ltirdi. Uni yig'lab olsin deb menmu bir pas undamay mayli qo'yib berdim. Mana bu bir hikoya. Hayot haqidagi ichinishliq, tigiga yetmak tez bir hikoya. To'g'ri. Ayşe hada aytgandek Yunus muallimning g'alita mijoz bo'lib qilib, baldir o'lib ketishiga uning ashu yosh ayoldan ayrilib qilishi sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Odam shundoq murakkab narsa. Uning ish harakatiga ba'zida oddiy hukmlar bilan javob bergili bo'lmaydi. Ba'zi odamlarning yeshi cho'ngaygancha ruhiy holati va ish harakatida tasavvur qilg'usiz o'zgarishlar yuz beradi. Zo'rlik bilan qaytarib kelingan Yunus apandi kunlarini seg'inish, norozilik va umidsizlik ichida o'tkazgan bo'lishi mumkin. Uning aksicha, ashu yosh ayoli bilan o'tib bergan bo'lsa-chi, bir kunlarda qadinas ayoli va bolalarini seg'inib, qilganlariga pushaymon qilishi mumkin edi. Kishilik hayotda uyonga so'rsa ot o'ladigan, buyonga so'rsa harva sundigan ishlar uchrab turdi. Ammo men Oyisha hadidek pushaymonga qilishni xohlamayman. Voz kechish, ayrilish har kimga og'ir keladi. Ammo hayot hammadan qimmatlik. Umu bekmi cheklik. Men Oyisha hadiga. Oyisha hada, sizdan nima gunoh? Siz uni 30 yillik ayoli, 5 bolasining onasi. Sizning oilangizni qo'g'dimoqchi bo'lganligingizni hech kim xato demaydi. Rahmatlik bir ezibdi. Balkim taqdir shundaqdir. O'tgan ishlar o'tib ketdi. Buning amal yo'q. O'zingizni, bolalaringizni ko'proq o'ylang. Sizning yukingiz bek og'ir. Bu yukni texmi og'irlashtirib olmang. Siz texi 4 o'g'ilni o'ylik o'choqlik qilib qatorga qo'shishingiz kerak.
Bunu üçün sağlam yaşamışsınız, çiң turmuşsınız bulamdı, dedim. Ayşe hada yosh yo'qi ko'zlarini purishtirib kulib ketdi. Orqadan kulkisini to'xtatib. Sizmi mening gaplarimni boshqacha tushunib olmang. Mas'ud mening erimga o'xshamaydi. U xuddi yana ish qilmaydi. U degan chin erkak. Uni hargiz qo'ldan berib qo'ymang. Uning bilan chin ko'nglingizdan obdan paranglashing. Ta'tir qarab yurmang. Uningga Yunus ikkimizning ishini so'zlab bering, dedi. Ayşe hadining bu so'zlaridan ko'nglim yo'ridi. Uning aytqini to'g'ri. Men ilgirki tinch ruhiy holatimga qaytib, Mas'ud bilan chin ko'nglimdan paranglashishim kerak. Mas'ud meni o'zimdimi bakrak tushunadi. U mening yasalmalik qilganimni bir qarabla bilib oladi. U mendan texmo umidsizlandi. Ba'zida o'ylab qolaman. U balkim Halimadan men yo'qitib qo'ygan samimiylikni bayqagan bo'lishi mumkin. Keyingi vaqtlarda men o'zimni maktabning bir rahbardek his qildigan bo'lg'ashqa, murakkab bir munosabat chambiriga ichiga kirib qolgan edim. Bu chambirak meni mahkam qo'rshab turadi. U o'zining yasalmaligi, ikki yuzlimiligi, g'arazlik maqtab uchirishlari bilan meni asta-asta o'zgartirdi. Tugmas mehmondorchiliklar, basbasda uy yasash, moda qo'g'lishish qizg'inligi bilan meni o'zimga o'xshamas qilib qo'yotdi. Men Mas'udning so'g'aq kulgilari, ta'nilik so'zlarini tushunib turatdim-yu, bu qaynamdan o'zimni tortib ola olmaydim. Ba'zida haqiqiy turmush mana shunday bo'lish mumkin deb qolatdim. Amaliyotda ular nadimi turmushning o'zi bo'lsin. Daryo iqinining agmilarida yig'ilib qoladigan, qarmoqqa rangarang, ichidan nurlar chaqnayotgandek ko'rinadigan, ammo suv iqinining birla zarbisiga bardoshlik berolmaydigan ko'pik. Xolos. Mas'ud bilan munosabatim yiriklashib, ajrashib ketish girdobig'iga berib qolganda, men bu ko'piklarning qandoq yerilib, bir dova g'alda g'ashga aylanib qolganligiga guvoh bo'ldim. Yig'inimiz oyoqlashdi. Uyga qaytib borsam, uyda qizimmi, o'g'illarim yo'q. Birdam saqlab baqdim. Andish qilib qo'shlardan so'radim. Aslida Mas'ud og'rib qopti. Qizim dadisini yo'qlab berib, dadisining nihoyat og'ir ahvolda yotganini ko'rib, inilari bilan billa doktorxonaga ilib ketibdi. Qo'shnilar, Qarg'anda kasalxonaga ilingan bo'lsa kerak, bolalar 2 kundan beri ko'rinmadi, deyishdi. Doktorxonaga o'qdak borg'um kelgan bo'lsa-mu, bormadim. Birdamdan keyin qizim qaytib keldi. Uning deb berishicha, dadisining oshqozon yarisi og'irlashib ketgan ekan. Doktorlar, "Yilimi vaqtida akilibsizlar. Sal kechikkan bo'lsa, qutqizishga ulgurolmagan bo'ladi", debdi. Qizim shular deb bo'lib, "Opa, dadam nimish uydan chiqib ketadi? Uni uyga qaytarib kelsam bo'lmamdi?" deb buqildab yig'lab ketdi. Men bu yig'ladim. Janubda yolg'iz qolgan yillarda chaplashgan bu kasal uni azoblab kelyotdi. Lekin hech qachon bu qadar og'irlashib ketmagan edi. Demak, u uydan chiqib ketgan 4-5 oydan beri osh-to'q qilib xeyli qiynalibdi. Yolg'izchilik ham bir ishga berilib ketsa, qursqini unutib qolgan mijazi uni mushi holga keltirib qo'yibdi. Yilimi ta'til vaqti bo'lib qolgani, qizim dadasining yenidan ayrilmay kesilini baqdi. O'g'illarim berib kelib tomoq to'shib yurishdi. Tomoqni o'zim etib berdim. Ammo bolalarimga oshxonadan oldiq tanglar deb topildim. Bolalar shundoq debdi, ammo Mas'ud ishonmabdi. Bir qitim u qizimdan, "Qizim, opang yaxshi turyotamdi?" deb so'rabdi. Birdam jim bo'lib ketib orqadan, "Opangga deb qo'y, endi men tomoq avatmisin? Doktorxonaning tomog'ini yeyaveray", debdi. Menmu shu kundan tortib tomoq avatmadim. Mas'ud bara-bara yaxshilanib qoldi. U doktorxonadan chiqishga oz qolgan kunlarning birida uni yo'qlab bordim. Kasalxonada yo'q ekan. Doktorxonaning orqa tarafidagi gullikka chiqsam, bir chetdagi o'rindiqda kashki oftobga qoqlanib mugdab o'tirdi. Uning ilgirkidekla oftobda valildab turgan chochlariga, o'riqlab so'zinchoq bo'lib qolgan chiroyiga, o'rindiqning yo'lanchukiga ortib olgan qo'lining tatarang'u barmoqlariga, olmab o'tirgan putining pushqig'idan ko'rinib turgan kulrang paypoqqa qarab birpas turdim. Mushu paypoqlar menga notanish edi. U Mas'udning uydan chiqib ketgan kunlarining simvoldek yiqimsiz ko'zga tashlanib turadi. Men paypoqqa qaramaslikqa tirishib, dodillik bilan uning yoniga qarab mangdim. Yaqinlashgancha qadamlarim ostildi. Nima deyishimni bilmay tursam, u ko'zini lapita ochdi. Uning ko'zlari sarg'ush ko'rindi. Bu ko'zlar menga shu qadar tanish edi.
Bir pas bir-birimizga qarshib turib qoldik. Uning ko'zlarida o'ng'aysizlik, savol, beoromlik aks etdi. Qo'llarini orqadan tushirib, putini juplab o'tirdi. Men o'rindiqning yindiki bir ko'takda o'tirdim. Yaxshi bo'lib qolganingni anglab, paranglarimizni qilishib olayli deb keldim. Seni yolg'izlikda bunda qiynig'im yo'q. O'zing xushal bo'lgan ishni qil. O'zing xohlagan odamlar bilan yasha. Ko'ryapsan, bolalarmi cho'ng bo'ldi. Men faqat mushni aytib qo'yg'ili keldim. Rasmiyatlarni qachon xohlasang shu chaqda bijirvatsak bo'ladi. Mas'ud birdilla jim bo'lib qoldi. Mening qo'zg'almoqchi bo'layotganligimni ko'rib, "Birdam o'ltirg'in. Menmo mush ishlarni o'ylanayotdim", dedi. Ammo og'iz ochmadi. Aramizda o'ng'aysiz, uzun bir sukut davomlashmoqda edi. Bu sukutni buzish uchun "Yaqinda Ayşe hadin ko'rdim. Shu peti turibdi, seni so'rdi", dedim. Bu gapni anglab Mas'udning chiroyidan jalinish paydo bo'ldi. U kulimsirab turib mendan, "Shundoqmi? Ular nada ishkan? Yunus muallimcho, Ariel ikkisi bek yaxshi kishilar edi. Bo'libmi Ayşe hada?" deb ko'zlarini qisib, o'tmish asmlardan huzurlangandek bo'ldi. Orqadan yana, "Hiliqi yo'g'on boshlarmi cho'ng bo'lib ketganda ha?" dedi. "Ular cho'ng bo'lib ketibdi. Ayşe hadlarning bek uzun hikoyasi bor ekan. Anglashni xohlasang aytib berman. Lekin meni boshqa maqsadda aytiyotidi deb tushunmasanglar." "Aytiver, nima ish qundaq tushunatdim", dedi Mas'ud. Shuning bilan Ayşe hadning sarguzashtlarini uningga so'zlab berdim. Mas'ud hikoyani anglab hayronlik ichida o'tirib ketdi. Ayşe hada o'z-o'zini ayblab yashayotibdi. Menmi bu hikoyadan ko'p narsani anqirib oldim. Qisqagina hayotda odam o'zigimi, boshqalargami bek rahimsizlik qilmaslik kerak ekan. Hamma ishni o'z qilipiga tushiraman desak, hammadan quruq qoladigan ishlar bo'lib qoladi ekan. Yanila ishlarning o'z iqishi bo'yicha mang'in yaxshi ekan. Sening chuchu, dedim. Men nima deyishimni bilolmadim. Ashu Yunus akani bundaq ishlarni qilar deb zodila o'ylab boqmabdi ekanman. Men ularni bu dunyodagi bir-biriga eng mos kelgan bir juftlar deb bilatdim, dedi Mas'ud. Boshqa gaplaring bo'lsa degin, men qaytib ketay. Bo'ladi. Biz paranglashayli, lekin keyinroq. Men senga xabar qilaman. Men Mas'udni ashu holatda tashlab qaytib keldim. Keyingi qitimki suhbatimizdimi men uningga. Mas'ud, sen bolalarimning dadisi. Men seni yaxshi ko'raman, lekin seni qaytib kelishga zo'rlamayman. Men faqat sening baxtlik, xushal-xuram holatingni ko'rishni xohlayman. Uni nadin tepishqa ko'zing yetsa shu yerda yasha, dedim. Yana 3 oydan keyin Mas'ud uyga qaytib keldi. Ikkimizning yo'qotib qo'ygan muhabbatlik o'tmishimizmi qaytib keldi. Halima shahar ichidagi bir maktabga yo'tkilib ketdi. Men doim Mas'udga, "Agar men baldur o'lib ketsam, Halimani nikoyingga olg'in", deydim. Afsuski, bir necha yilga bormay roh kasali bilan Halimamo erining orqasidan ketib qoldi. Uning bolalarini tuqqalari ilib ketdi. Halimaning o'ziga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan omoq bir qizni shunchalik beqolg'im bor edi. Ammo Mas'udni o'ng'aysiz ahvolga tushirib qo'yishdan ansirdim. Yillarning o'tishiga ergishib bu ishlarni unutildi. Qizim bilan cho'ng o'g'lim oliy maktabni bitkizib Urumchida xizmatga o'rinlashdi. Kichik o'g'lim oliy maktabga o'tgan yili bizmo pensiyaga chiqib Urumchiga ko'chib keldik. Yangi muhit, yangi do'stlar, tuqqanlar, cho'ng bo'layotgan navralar bizni o'tgan kunlardan texmo yiroqlashtirdi. Faqat anda-sanda kona albomlarni aqtirib qolsak, xizmatdoshlar qatorida o'tirgan Halimaga bir pas qarab ketimiz yoki O'g'izning navqiron yoshligi urg'ib turgan suratiga qarab, uning gapini qilishimiz. Shundan keyinla ularni unutib ketimiz. Ba'zida yosh cho'ngaygancha odamning untiqoq bo'lib qolganimi yaxshi ish ekan deb qolaman. Ayşe hadilar bilan bir mazgil izlashib turdik. Urumchiga qaytib kelgandan keyinmi aloqamiz uzilmagan bo'lsa-mu, ularni doim eslab turdik. Bo'libmi men agar ashu chaqda Ayşe hada bilan uchrashib qolmagan bo'lsam, Mas'udga shuncha uchuq yo'ruq yuznalgudek kuchni nadin olatdim deb qolaman. Qanday xil bo'lishidan qat'iy nazar, ayni chaqda naqadar to'g'ri qilganligimni his qilaman. Men hayotimning uningsiz qanday bo'lib ketishini tasavvur qila olmayman. Hayotimning oxirgi soatlarida uning yonimda bo'lishini, uning qo'lini tutib bu dunyo bilan xo'shishishni orzu qilaman.
To'liq bir kechini xiyol bilan o'tkazdim. Әттегәнлек чайдан keyin bir pas aram elivilish uchun yotqinim esimda. Uyg'onsam soat 12 bo'libdi. Qizim bilan navram tomoqni etib bo'lib, dasturxonga qacha qo'mishlarni tizg'il turibdi. Mas'ud ko'zaynigini taqab, gazet xabarlariga cho'kib ketibdi. Uning tomoqdan burun gazet o'qiydigan odatini zodi yoqtirmayman. Bir berilib ketsa, tomoqning sovib ketishi bilan kori yo'q. Ammo to'sishni xohlamayman. Bir odam hech bo'lmaganda o'z uyida xohlaganini qilish kerak-da. Mas'ud qo'lini yuyib dasturxon keldi. U menga qarab, "Bugun yaxshi uxlab oldingiz jumo?" dedi. Qizimmi? "Tushdan keyin bozor aylanguncha herib ketmaydigan bo'lding-da, appa", dedi. Shu chaqda bugun qizim bilan bozorga chiqmoqchi bo'lganligim esimga keldi. Tushdan keyin qizim ikkimiz bir necha do'konni oralab, kichik bir chamadon, ayolcha yantu başliq yozliq oyoq, tigi sarg'ush qora chekit gullik kopta, gullik uzun ko'nglak va cho'ngroq yepak yog'liq setib oldik. Qizim zo'rlab oftobni to'siydigan yo'g'on ko'zoynakmi oldirdi. Qizim ikkimiz har qachonqidek kiyimlarning rangini tanlashda bir pas tortishdik. U menga uchuq rangli kiyimlarni ilishni tashabbus qildi. Onun qarashicha grim bilan uchuq rangli kiyim asli cho'nglarga loyiq ekan. Yoshlar uchun bo'lsa, yoshlik go'zalligini rang bo'yoqlar orasiga yo'qotib etish afsunarlik ish ekan. Uning gapining to'g'ri tarafim bor. Yoshlikdagi yaratquchidan boshqa hech kim vujudga keltira olmaydigan tabiiy go'zallikka yetadigan hech narsa yo'q edi. U qisqa mezgillik, shundaq tangdassiz bir go'zallikki hech qanday sun'iy rangga muhtoj emas. Aksicha, suluvatgan, o'ngan go'zalliklar sun'iy ranglarning muvofiq holdagi to'liqlashiga muhtoj. Ammo inson uchun o'sib yetilgan muhitning go'zallik va odat qarashlarini halqib ketish uncha oson ish emas. Ana bola ikkimiz oxiri murassa qilish yo'lini tanlab, bek ochiqmi emas, tutuqmi emas, pokiz ranglarni tanladik. Men bu tanlashdan mamnun bo'ldim. Olgan narsalarimizni Mas'udmi yoqtirdi. Gugum asta-asta quyuqlashdi. Egiz binolarning orasidan kechki salqin shamol g'uruldab o'tishga boshladi. Muramdan tushib qolgan nefis sharpini qayta yepinib oldim. Yumshoq tivit uchuq bilaklarimni rohat bir sezim bilan g'idiqlaydi. Sharpining qip-qizil rangi gugumda boshqacha chaqnab o'tdek ko'rinadi. Urumchining yezi mushinchliklar. Buningdan keyin atgan oqshomlari istiqroq kiyinib olishga to'g'ri keladi. Yana 3 kundan keyin yo'llar do'stlarimizning qadam tivishi bilan to'ladi. Ular yiroq yo'llarni besib kelib, qizil bino oldida bir-birlab yig'iladi. Bir-birini tunib olganda ixtiyorsiz cho'qansilishib, quchoqlashib, yig'ilishib ketadi. Bir chaqlarda ular naqadar jushqun, naqadar go'zal yigit-qizlar edi, ha? Kechda telefondan Nuriyaning hayajonli ovozini anglab, menmi jallanib ketdim. "Qora hadiya, men 1000 so'm xashlab nima oldim bilamsan? Oltin kesh." Qizlarim bilan 2 kun bozor aylanib, xuddi xiyolimdagidek oltin keshni oxir setib oldim. Yoqut ko'z qo'yilgan, pashinsimi uncha egiz emas, shundaq dal, shundaq rohat. Oltin keshni kiyib, shu dramada yana bir qitim rol olgan bo'lsam-chu deb qoldim. Sen o'gay onning rolini qaltis ilib chiqaydingmi? To'g'ri deysan, shundaq qilayli. Meningmi umrimda yana bir qitim dramada rol ilib chiqish orzuyim bor. Oltin keshdagi har bir ko'rinish, har bir personaj, ularning so'zlari shundaq aniq esimda mening. Kerem asınlar anglısımı çoxum xoşal buludu. Vay Nuriye, sen chiroyli bo'lib qolmay bek aqlli ekansan. Aferin sana do'stim. Hayajonlanganimdan, xo'shalliqimdan Nuriye telefonni qo'yishiga Keremga telefon qildim. Kerem bu gaplarni anglab yig'ilib etkil tas qoldi. Men buni uning ovozining titrishidan bildim. Birdamdan keyin u: "Qora hadiya, ba'zida biz bu bir avlod nima degan betalay kishilar deb o'ylab qolaman. Bizning ruhimiz ham jismimiz jarohatlar bilan to'lgan. Oltindagi yoshlik vaqtlarimiz zoyi bo'lib ketgan. Balkim uni mangu to'ldirib olg'ili bo'lmas. Mana endi chochlarimiz oqarib, bellarimiz pukildi. Lekin bizning ruhimiz tugishib ketmadi. Yuragimiz ashu yillardagidek yolqinjab turdi. Odam qiyramaydi, ruh qiriydi degan gap bor. Bizning ruhimiz tig'iyosh. Biz oltin kesh dramasini yana bir qitim o'ynab zilzila qo'zg'ay olamiz. Yorini o'ttirimizga elib, uchtashdan do'nko'rikka qarab akkordionga agishib naqsh to'lab mang'alaymiz. Kishilar bizga qarab havas qilishidi. Shundaq emasmi hadiya? dedi. Nim degan shoirona gaplar bu Kerem?
Muşu gaplaringni misralarga pütüp, savaqdaşlarga o'qib berishingni umid qilaman. Onunda chataq yo'q. Mening o'qib berdigan yana boshqa she'rlarim bor. Sizlar meni shoir deysizlar-ku. Shundaq qilib, bu roman mush yerda tugidi. Xayri xo'sh, anglab berganligingizga rahmat.